down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, I was down, but now I'm. Dilshod, qayerdamiz? Hozir biz Tailanddamiz. Premier Tour va Vostok kafesi bilan Xudo xolisa Tailandda nima qilmoqchimiz? O'rtoqlar, bugun o'zbekcha osh qilamiz. O'ndirsa palov o'ndirsin shiori ostida biz osh qilgani keldik. Tailandda ham o'zbekligini qiladi lekin. Ketdik. Xo'p, bismillah deb bugungi oshni boshlaymiz o'rtoqlar. Do'plar kiyib oldik mana Tailandda. Akam bilan bugun birgalikda osh qilamiz. Akam Vostok kafesini oshpazilar, O'zbekistonlik o'zbek akamlar. Aka, taassurotlar qanaqa? Yaxshi. Tailandda ishlash yaxshimi? Ha, qulay, yaxshi. Masallalari ham tushyapti. Masalalar qaranglar. Topsa bo'ladi. O'zbekistondan olib kelganmiz. Dumba, qo'y go'shti. O'rtoqlar, buni ichida ozgina mol go'shti ham bor, amalladik, lekin O'zbekistonniki. Xullas, osh chiroyli chiqadi degan umiddamiz. Bir marta men o'zimcha uyda qilib ko'rdim, rasvo bo'ldi, sho'la bo'lib qoldi. Endi haqiqiy oshpazni qo'llaridan osh yeymiz. Qani ketdi. Bismillah deb boshlaymiz. Chiqib mikrofon yozib olgan bo'lsa. O'zim qilib beraman, aka, oshni. Voy, o'rtoqlar, buni gashti boshqacha. O'zim O'zbekistonda deb hisobman. Joninglar sog' bo'lsin. Go'shtlarni solib, qovurib olib, keyin esa sabzini solamiz. Xo'p, hech qachon tuzni go'sht qovurayotgan jarayoningizda solmanglar, chunki go'sht qotib qoladi. To'g'rimi aka? To'g'ri aytganman. Uchimchi bilaman lekin. Xo'p, o'rtoqlar, endi sabzi. Tailand kim aka? Mayizmi? Mayizda ekspert keladi sabar. Beraman. Ha, o'zi bu yoqqa ham keladi, bu. O'rtoqlar, men buni yeyman shekilli. Mumkin emas-ku, lekin yegim kelyapti. Boshqacha ekan nazarasi bu yoni. Yo'q, o'zimizda endiki. To'g'ri. Tayyor ezilgan ekan-da, bu. Qaynagandan keyin damlaymiz aka. Nima bu, molmi, qo'ymi? Bu aka mol. Yaylovda mazza qilib o'tlab yurgan buzoqchani go'shtlaridan. Ko'rasiz. O'rtoqlar, Tailandda shashlik nima deyapti? Bolalarga gap yo'q. Vostokka kelasizlar, shashligi ham bor, hamma narsasi bor. Gap yo'q. Kelinglar, kelin. Men aka. Xullas, shunaqa gaplar o'rtoqlar. Bu yoqda stiliga qarab qilinadi, sharoitga qarab, guruchga qarab oshni damlayapmiz. O'ylamanglar, yana bu qanaqa damlash bu. O'rtoqlar, guruchga qarab, guruch qanaqa suv yeydi, qanaqa yemaydi, o'shanga qarab osh damlayapmiz. O'rtoqlar, oshni damlash jarayoniga keldik. Bismillahirrohmanirrohim. Xullas, oshimiz juda ham go'zal bo'lgan. Aka, nimadir bering. Sizni qo'lingiz kuymaydimi, birat? Ana endi dimlash jarayonida. Lekin kim nima desa desin, u Tailand tosh qilaman deb o'ylamadim. Akamning hamkorliklarida bo'pti. Akam maslahatlarsiz qila olmasdim. O'rtoqlar, iloyim yaxshi chiqsin.
qilsin, sharmanda qilmasin. Bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Tailanddagi oshimiz tayyor bo'ldi, o'rtoqlar. O'rtoqlar. Zafar hayajonlanib ketdingmi? Nima bo'lyapti? Usta mana Premier Tour jamoasi, Premier Tour kompaniyasini rahbarlari akamlar. Shu insonlar sababli biz Tailandga keldik. Rahmat etib qolamiz va Vostok kafesiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu yoqda Sardor akam borlar. Sardor akamni YouTube'da bizlarning muxlislarimiz tanishadi. O'tgan gal ikkalamiz birgalikda akamdan intervyu oluvdim. Aka, oshga nima deysiz mana? Oshga gap so'z yo'q. Men qilganman. Xo'p, vayslar. Biz oteldan chiqdik. Bilasizlar, Tailanddamiz. Xullas, endi plyajga ketyapmiz. Tailand yomon deysizlar, bugun sizlarga uni yaxshi taraflarini ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Ha, yo'q, voy usul. Albatta hazil o'rtoqlar. Bizani otelni tagida, onangni mutan. Taysonga o'xshaykanmi deyapti hamma. Что там, Тайсон, что ли? Xullas, eng zo'r narsalari mana shunaqa narsalar. Tabiatni, Yerda biznes boshlarim uchun kami 1 yil O'zbekistondaligimizda fonni internetdan o'rganib, shu yerda yurish topib, bloglarni ko'rib, o'zimiz ko'rdik, afsuski o'zbek tilida yo'q. Mana boshida gaplashganimizda ham, undan oldingi safar gaplashganimizda ham aytdim, o'zbek tilida yo'q edi. Rus tilida turklar bloglarini ko'rib, 1 yil o'rgandim, yerda qanday boshlash kerak. Yurish topdim, yurish bilan maslahat qildik, qanaqa yo'l yo'q, nima qilish kerak. Hammasini kamida 1 yil desa ham bo'laveradi, 1 yildan osh. Kamida 1 yil tayyorgarlik ko'rgansizlar bu yoqqa kelish uchun. O'zbeklar ishlaydigan atmosferasi ham, hamma yo'g'i. Faqat ovqatlari o'zbek ovqatlari, boshqa ovqat qo'shmagan. O'rtoqlar, Tailand zafar nigohlari bilan. Qanday go'zal bu olam bir qara. Qarang. Meni chiroyim bilan chiroyli. Prosi. Oh, good. Very good. Bajakkale. 8-mo'jiza zamanda, to'g'risini aytsam. Sizmi? Xuddi shunday. Bajakkale. Okay. Bugun tug'ilgan kunlar ekan, chunki bemalol signal chalib ketyapti. O'zi aslida Tailandda bunaqa signal ko'p chalinmaydi. Juda ham keskin holatlarda chalinadi. Zafarjon, bunaqa yopishmaydi. Bu bola o'zi kameradan xijolat bo'ladi, lekin o'zi mobilogger. Men tanigan mobilograflar ichida nomer adini shu Zafar bo'ladi. Endi nima ham deymiz deyin? Nima ham deymiz endi, mayli. Rahmat shunchalik. Opalar ko'rsatdingiz, opalar. Gap qilib kelish kerak endi, gap qilib. Zafar nimadirlar haqida ma'lumot berib ket. Hop, men ko'rib turganimda Yo'q, o'tma. tuk-tuk taksi, kelishsa Damas'chilari bo'ladi, Pitakda turadigan. Biz bularning tuk-tuki shunaqa ekan. Lekin ma'lum o'zimizdan kelishsa Damas'chilari ta'min bera oladi o'zimizdan. Yo, bu ikkilar. Bizanikilar oldiga tusha olmaydi. Orada bir qiziq savol berib o'tib ketaman. O'zbeklarning ovqatlari juda ham kuchli deyiladi. Chunki bizani qo'y go'shtimiz, mol go'shtlarimiz juda ham xolesteringa boy, odamlarni qizdirib yuboradi, lekin Tailandda o'rtoqlar, tailandliklar dengiz mahsulotlarini yeyishadi, boshqa narsalar, unaqa kuchli ovqatlar yeyishmaydi. Mana shu sababdan tailandliklar mana ko'ryapman, Tailanddan odamlar o'tiribdi. Bizani ovqatlarni yeb mazasi qochib qolganlari bo'lmadimi? Yo'q, hali unaqasi bo'lmadi. Ona oshimiz yaqyapti. Tailandda o'zini fuqarolariga tayslar o'zlari kelib, oshimizga shunaqa xursand bo'lib yeyishyapti, zo'r bo'lyapti deb. Plyajga ketyapmiz. Plyaj yaqin otelimizga. Voy, mana buni qarang.
tinchligini qarang, aka. Mana bu yer. Nima bu yoq Zafar? Bu yoq musulmonlarning qabristoni, lekin juda musulmonlar kam ko'milgan bu yoqda. Nega? Sababi? Unisini bilmadim lekin Chunki musulmonlar Tailandda juda ham kam. okeani bo'yida birinchi qatorda joylashgan mozor qabriston. Tasavvur qilinglar o'rtoqlar. Anaqa okeanga qaragan qabriston. Lekin bu yoqni qabristoni bizaniki bilan juda ham katta farq qiladi. Juda ham katta farq qiladi. Mana bu ekan. Nega ham ashna narxi bo'lsa kerak, faqat yer sotilmaydi. O'tgan safar gaplashganimiz aytilganda, bu yerda yer sotilmaydi, kadastr bo'lmaydi, qurolli yer hisoblanadi. Faqat shu binosi usti sotiladi. Tepasi. Demak, yer umuman hech kimga o'tkazib berilmaydi, nomiga kadastr hech qanaqa narsa qilinmaydi, faqatgina mulkka egalik qilasiz. Buni ham o'rtoqlar, bu degani, bu qirol kelib sizlardan xohlagan paytda yerni tortib olmaydi. Bu o'sha joy sizlarga bilmayman 900 yilmi qancha dedingiz? Tepasiga beriladi. Juda ham ko'p muddatga shartnoma qilasizlar. Qirolga keyin sizlarni yeringlar menimcha kerak emas. Tailandda yer juda ham ko'p, men ko'ryapman. O'zbekiston uchun yangi shaharlardan bittasi. Oldin bu yoqga viza qilingan, hozirda bez viza chiqsanglar bo'ladi. Tailand juda ham issiq, isboti mana qo'llarimda turibdi, muzda o'yganman. Bu yerda faqat shu meva yeb, muzda ichib, okeanga cho'milish tavsiya qilinadi. Nima qilinadi? Lekin hozir ko'rganinglardek plyajga gap bo'lishi mumkin emas o'rtoq. Xo'p, o'rtoqlar, plyajga kelganinglarda sizlarga mana bunaqa suvda suzadigan mototsikl nimadir deydi. O'shanaqalar taklif qilishadi va bir narsani aytib o'tmoqchiman. Ko'pchilik adrenalin xolidda parashyutda uchaman deydi. O'rtoqlar, parashyut juda ham xavfli. Hattoki tailandliklarning o'zi ham sizlarga buni tavsiya qilishmaydi. Faqatgina parashyut uchiradiganlar bu narsani sizlarga tavsiya qilish mumkin, lekin Tailand xalqi buni tavsiya qilmaydi. Nimaga? Chunki ular bu narsani oqibatlarini o'z ko'zi bilan ko'rgan insonlar. Shuning uchun maslahat beraman, lutfi parashyutga ana qilmanglar. No, bro. Hozir shuni yomonlab kelyapman, parashyut deydi. O'rtoqlar, yaxshisi parashyutga chiqmanglar. Chunki bu hayotinglar uchun xavfli. Ozgina shu narsa sizlarni nima keragi bor hayotinglar bilan o'ynashishga. Bye. Sezon bo'lganligi uchun ko'tariladi. Yana hozir 1-2 oyda sezon tugaydi, yana narxi tushadi. Sezdim, o'sha o'tgan gal kelgan paytimizda narxlar bunaqa emas edi. Qasad o'zinglar bilgansizlar. Oddiy kokosni ham misol qilib oladigan bo'lsak, o'tgan galda 50 bat shunaqadan ichardik, ko'chadagi mana bunaqa odamlardan. Lekin hozir 60 bat qilib 10 batga ko'tarib qo'yishgan. Bu o'rtoqlar bilinmasligi mumkin, lekin bu yaxshi ko'tarilganlar. Hozir okeanga tushib cho'milamiz. Tailandda o'rtoqlar dengiz emas, Tailandda okean. Bu Hind okeani. Hind okeani deganda ani nimalar o'liklar hoka otiladigan okean emas. Rostdan Hind okeani bu yoq nimasi bilan mashhur? O'zini tabiati bilan mashhur. O'zini prirodasi, mana bu ko'rib turgan videolarni hech qayerdan pulga ham topib ola olmaysizlar. Va eng mashhur narsasi Tailandda bu plyajlari. Plyajlari juda ham issiq, suvlari ham issiq. Eng sovug'i 22 gradusgacha bo'ladi. Shuning uchun
lutchi Tailandga kelishinglar maslahat beraman. To'g'ri, boshqa orollarda, masalan Sharimda, Qizil dengiz. Lekin u yerda bunaqa issiq suv yo'q. U yerda akulalar bor. Tailandda yana bir faktni aytib o'taman. Tailandda akuladan xavotir olmasanglar ham bo'ladi, chunki Tailandda akula umuman bo'lmaydi. Faqatgina Phi orolida akula bor. U ham bo'lsa kalta keltiradi. mana shuncha. U mani akvariumimdagi akulaga o'xshaydi. Kichkina, lekin sal originalrog'i, okeanskiy akula. Tailandda yana bir qiziq ma'lumot, akula ham yeb ko'rsanglar bo'ladi, lekin u ham harom. Men bir qiziqdimda, yeb ko'raman deb, lekin o'qib chiqsam harom ekan. Shuning uchun hamma xohlagan narsamizni quvurishimiz ham noto'g'ri o'rtoqlar. Turkiyada ham yo'qmadim. Umuman yo'qmayman aka. Ladna, nima deysizlar endi? Bu yoqda men bilishimcha yoz endi boshlandi. Yoz endi boshlandi. Hozir qaysi fasl bo'ladi? Ularda yoz kirib keldi mana hozir. Hozir yoz kirib Yoz keldi. keldi. Bizda hali bahor kelgani yo'q, aka. Qishda bu yerda yoz bo'ladi. Teskarisi o'tdi. Bizda qish bo'lganda bu yerda yoz bo'ladi. Bizda yoz bo'lganda bu yerda qish bo'ladi. Xo'p, bu yoqni qishida sovuqlik darajasi necha darajagacha tushadi? 21 kech payti 22 ga tushadi. Plus. Bu kechki payt. Kechki payt plus 21 Bularni qishi yoz ekan-ku. Yozda, qishi ham. O'rtoqlar, demak, bir narsasi bor, yog'ingarchilik ko'p bo'ladi, mana. Yog'ingarchilik bo'ladi har kuni. Qish degani yog'ingarchilik har kuni. Har kuni yog'ingarchilik Har kuni. bo'ladi. Yomg'irdan qo'rqmaydigan bo'lsanglar, lekin u paytda bu yo'lga turlarning narxi juda ham keskin tushib ketadi. O'sha paytda kelib bemalol dam olsanglar bo'ladi. Menimcha o'sha yog'ingarchilikda ham plyajlarda cho'milsa bo'ladi, chunki havo darajasi juda ham issiq bo'ladi. Kunduzi menimcha 33-35 gacha ham chiqsa kerak. 30 gacha bo'ladi. 30 gacha. 30 daraja. Tailandda eng mashhur narsasi bu okeandagi suvi issiqligi. Plyajlari juda ham tinch, sokin va xavotirsiz. To'g'rimi? Yo'q, plyajlarda nimadirdan qo'rqish kerak. Yo'q, plyajlar ham xavotirsiz. Qo'rqmasdan bizni tushib ketamiz aka. Shunaqa joylarda ogohlantirib qo'yinglar-da. Bu yerga birinchi o'rinda tabiati zo'r. Qayerda kelib, dam olib, tabiatni ko'rib. Men masalan Dubayga boradigan bo'lsa, bu yerda bilasiz, hammasi o'zi qurilgan, binolar boshqa. Bu yerda yana tashrif tarafi Dubaydan qolgan tarafdan. Bu yerda hammasi haqiqiy tabiat. O'rtoqlar, Tailandga kelganinglarda birinchi bo'lib tushgandan keyin baribir otelinglarga yoki kirolmaysizlar, chunki voqlik kelasizlar. Fursatdan foydalanib chiqib, sirasi mamlaqa freshlar ichgani chiqadi. Bu tabiiy mevalardan ko'zinglarni yonida vegetatsiya qilib, juda ham arzon. 50 bat, 40 bat, bu yoqda sal qimmatroq ekan, ichkari bo'lgani uchun. O'zi aslida ko'p joyda 50 bat, bozorida 40 bat. Bu degani bizani so'mda 20 ming so'm. O'rtoqlar, ovqatdan qiynalganimiz sababli apartman olishga majbur bo'ldik. Bu yoqda gaz bor. Shu narsalar, gaz yo'q. Elektricheskida qilasizlar. O'shancha bu yoqqa kelib osh qilaman deb xayolingizga ham keltirmanglar. Men osh qilaman dedim. Shug'ula bo'lib qoldi. Mana Tailand ovqatlari. Traditsion ovqatlari juda ham achchiq bo'ladi. Hindlarniki damini oladi, men bunga javob beraman, chunki o'tgan gal ichganman, hamma joyimga narsa toshib ketgan. Qizarib, o'shaning uchun ularning ovqatlaridan ehtiyot bo'linglar. A few moments later. O'rtoqlar, bundan oldin rosa ko'p video oldik, juda ham ko'p ma'lumot berdik, lekin mikrofonim ishlamayotgan ekan. Xo'rlayvermang, mening ham volim bor. Birinchi o'zbek ekanda bo'lashigi ham afsuski birinchi ochilganimizda bir 10 kun o'zbek yemadi. Sezon yo'qligi uchun o'zbek bo'lmagan edi. O'rislar, qozoqlar kelishdi. 10 kundan keyin boshlandi o'zbek kelishi. Lekin birinchi kelgan klient pulini sal olib qo'yganmiz. Yo'q, bo'ladi. Birinchi klient pulini turadi haligacha olib qo'yganmiz. O'rtoqlar, qaranglar, bir ish boshlanganda sabr juda ham katta o'rin egallaydi. 10 kun o'zimizni yurtimizdan, o'zimizni vatandoshimiz kafe ochganlarida 10 kun o'zbek yemagan va 10 kundan keyin kelishni boshlagan. Har bir narsada o'rtoqlar birinchi navbatda sabr. O'rtoqlar, sabrli bo'linglar. Allohdan so'ranglar, o'zi rizqni peshonanglarga yozib qo'ygan. O'sha rizqni yeb,
bitirmagunimizgacha bu dunyoni tark etmaymiz o'rtoqlar. O'zbekiston yana bitta qo'shimcha ma'lumot, O'zbekiston 5-likka kiribdi bu yil mana. 5 ta davlatga chegaraga kelish bo'yicha turist bilan. Tailandga kelishi bo'yicha. Top 5 talikka kirib turist bo'yicha bu yil sezon. O'rtoqlar, O'zbekiston kuchayyapti. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Davron Asqarov YouTube kanali. Sizlarga, muxlislarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bizlarni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar va Sardor akam bilan akamlarga kattadan katta rahmat aytib qolaman. Hammasizlarga. Hammalar tutamiz.